Barchaga assalomu alaykum obunachilar. Sizlar bilan Viktoriya. Bugungi videoda mashhur youtuber qizlar haqida gaplashamiz. Qani ketdi. Birinchi youtuberimiz Ender qizcha bo'ladilar. Bugungi kunda Ender qizchada 23 ming obunachisi bor. Ender qizcha juda ajoyib videolar chiqaradi, ko'pincha streamlar qiladi va unda obunachilarni qatnashtiradi. Ikkinchi youtuberimizga o'tdik. Let's go. Men ikkinchi o'ringa qo'ygan youtuber qiz bu Prinsessa. Prinsessa ajoyib kontentlar chiqaradi va bir nechta kanalni sotib ham ulgurdi. Hozirgi kunda asosiy kanalda 2000 ta obunachisi bor. Men 3-o'ringa qo'ygan qizni ko'rishga o'tsak, go. Men 3-o'ringa qo'ygan youtuberim Kiraxon. Hozirgi kunda Kiraxonda ham 1000 ta obunachisi bor. Tabriklayman Kiraxon. Keyingi youtuber Kanroji. Videolar ajoyib, ko'pincha streamlar va kanalda 816 ta obunachi, yaqinda esa 1000 ta. Omad sizga Kanroji, men esa keyingi youtuberga o'tsam. 4-chi youtuberimiz Mendi. Bugungi kunda Mendi kanalda 136 ta obunachisi bor. Bundan oldin esa bitta kanalni sotganlar. Hozircha kanalda obunachilar bilan chiqargan bitta videolar bor. 5-chi va oxirgi youtuberimiz Yestixon. Hozirgi kunda asosiy kanallarda 7 tashqari bu kanallarda ko'pincha animatsiya qiladilar. Qarshi obunachilar video she'rgacha edi. Kanalga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang va kommentariyaga xohlagan so'zingizni yozib ketishni ham unutmanglar. Mayli, sog' bo'ling, sizlar bilan Viktoriya bo'ldi.